Xorazmga nov yetishmaydi sizningcha? Nima yetishmayapti? Men, конечно. Mana keldim. Kelin bo'lib kelasizmi sizam? Kelin bo'lib bilmadim. Necha yoshsiz? Yoshim yetmay qolqali. Turmushga chiqmasiz haqida. Hozir turmushga chiqmagan bo'lsam mayli demayman-ku. Yo'q, o'zi o'xshay. O'zi o'xshay. O'zi o'xshay hali turmushga chiqmaganman. Nechun chiqmadingiz hali? O'xshayam haqiqatdan ham, real hayotda ham turmushga chiqmaganman hali. Maqsadlar haqida aytib berasiz. Shu turmushga chiqish. Qanaqa insonni kutyapsiz? Qanaqa inson bo'lishi kerak? Qanaqa inson? Sevish kerak meni, yaxshi ko'rish kerak, hurmat qilish kerak, puli ko'p bo'lishi kerak. Chunki men erga tegandan keyin men ishlashmayaptim. Faqat erimni topganini ishlatmoqchiman. Xorazmdan chiqsa, turmushga chiqasiz, to'g'ri? Endi bilmayman, baxtim qayerda ekan. Rahmat katta, sog' bo'ling. Balkim ko'rayotgandirlar. Mayli, yaxshi ko'raman, hali topmagan bo'lsam ham deyman.